Xapamay mashinangizni tatib beramsiz? Ha, ma'qul. Men hozir tushib tatib beray. Ne deydi o? Birsi mashinangizni tatib bersangiz deydi. Sen çıkıp başına tatkaç dokuyor. Ben buraya değilse anlatıl ete ya. Ma'qul. Kaç oldu? Tez nurg'ansizmitdingiz? Ha, mendim. Tezroq tatib bering, aldirash ishim bor. Apang sizga faqat adab axloq o'rgatmagan ekan-a? Qarang, siz bilan chaqchaq qilishadigan vaqtim yo'q. Men idoradan jiddiy telefon qilibdi. Chatoq chiqib qolsa, siz mas'ul bo'la olasiz. Shunaqmi? Boy taxmini navram deb ketib olmabdingiz. Endi deb beqin. Men noma'qul o'lay. Men noma'qul o'lay bo'ldimi? Buni qanday noma'qul bo'ldi degan bo'lsin. Qira chiroyni satligini. Neyse. Aldin qitimliq ishda men xato qildim. Meni kechirdim, bo'lamdi? Kulib biroq tabassum bilan. Meni kechirdim. Bo'lsa o'xshadi. Lekin bir yo'lar qanday qila? Yana narka? Men ochadim. Voy, ishingizni qiling, meni nim ko'rib qoldingiz. Ma'qul, men ishimni qilay. Qo'sqonbek ichib ketdi, jura tomon. To'xta. Nim bo'ldi, ukam? Ma'qul, chiroyli qada. Men xato qildim. Mashinam ehtiyotsizlikda mashinangizning keyniga o'tib o'tgan, xopimay tatib bergan bo'lsangiz, men chiqib olgan bo'lsam. Shunda xo'pdimi? Ha, shunda bo'ldi. Aldirab kelib. Bo'pti, tatib bersam tatib beray. Siz mashina haydashni bilamsiz, bilmamsiz? Kechiring. Aldirsan qo'nab qol degandek. Men sizga remote qildirib beray. Ay, bo'ldi. Men sizlar uchrashsamda men nasbasidu. Bo'ldi. Ketavering. Qarang, men siz bilan uchrashsamlar menimi nasbasidu. Sizda qiz bola qarzda bo'lib, vijdon azobi tatqim yo'q. 2 kundan keyin men to'lab beray. Qarama gapini. Ko'rgansan ma do'stingning o'ktamligini? Biz keşke bulaştık ha. Aslında bu dostun nimancalar yolsuz aka. Hemen köyden buna. Vay nimin köydün? Karanigar. Azmat işkanlarına oturluk uçuyor, bir bağlanış var. Şunu köyden. Ay canım, kalayım kan yakınmağına. İşkimizde otururuz, menge bağlanış olmaydı aka. Kara büyüyen nesvasqını. Ben kettim. Hey! Ben keşke uyuk barma ha? Adam dop koy. Ma'qul. Hey! Ne de telefon oğlum? Qimmat telefon ki ha? Maxsus. Ya mush naqshga bergan ko'nglimda ayollarga azroq berib qo'ysa olmam deyman. Ha? Ya shunga mushindaqa to'y qilolmay o'tib ketsin. Gela. Sen tushunmaysan qara. Ya'ni shu nigarning gapimi? Janim mush naqshan qo'yg'ina bo'ldi-da. Ha, ma'qul. Men gap qilay. O singlimning mijoziga men bir sen sapaqtimi? Ha? Shunday yaxshimi? Shunday yaxshi. O'xsa, o'shalikda bir xil. Bunday emas.
Menmencha, nima yo'g'onchilik qo'y qizga? Yana gap qilsam, ko'nglim kelmasa. Bo'ldi. Aras, pul yetib bermoqchidim sana, mashinani remont qildim. Sen bir qo'ldan tutib, apparatni o'ngishtirib qo'y. Senatchi, bu ishlar 2-4 tal pulning ishi degina. Ha? 2-4 talmi? Pulning ishi deganim emas. Ha. Men so'qqandan keyin men to'lay deydi. Qara. Mashina o'ngishtirgan ish bo'lsa, mana men o'zimni o'ngishtirlayman. Bu puldagi ish emas. Sen agish olgan ekan, mashina o'zidan so'qqandan keyin qara, berib o'ngishtirib bermamsa deyman. Ya uning ustiga Bolla, sen dötküçü, o gel... Başta biraden gel kıvasın mı? Boldu demeyme. Sana hiç işlem demeyme. Bundan ki işin kubarlaşmayma. Boldu kanda koysan öte. Ne gelgen tam bir depre. Bir deyip de. Kara. Bayam sen ketken ki Nigar. Sen bir özgüçü bal eken, şu kasten çiçek tiyip koygan dem, sen dep... Emeskeni bağlandı ki. Şundak dememez mi sen? Pulla. Nigar rasa ne dedim ha? Kanda bir yerlerin viş kotamda. Ay viş kılgan iş yok. Ben özüm oğuştu pırayım maşinesine. Meyle kanda... Ben berip gele. Zaten kanda kığıs olsa şunda kıl. Bundan ki ben senin işine arlaşmayayım ben sana dep koyayım. Uftun mu? Memleketli vekiller yığın içip bütün devletli birlikte kelgen kompartiya kuruş teklifi berme. To'g'ri. Chindo'shu apandi bilan Lidajon apandi izchil mamlakatlik tashkilot qurishni ilgari suryapti. Ularning fikriga asosan. Voy. Nigar, qaytib keldingmi bola? Ay Nigar, kela, bu yoqqa kela. Ya o'tir. Tez bo'la. Kela. Nigar. Bugungi uchirish qanday bo'ldi? Qandaroq bo'l ekan? Ha? Qat'iy bo'lmaydi ekan. Nig'mat akam o'bani shunda esil bo'l ekan deyotgan-ku. Opa, o'bal Nig'mat akam uchun esil bo'lgan bilan men uchun unda emas ekan. Sen qasdan boshqalardan qusur izlab, bosh ishlarni orqaga surmoqchi shunday-ku, ha? Unda emas opa. O'bal rostli bo'lmaydi ekan. O'ballar men faqat chiqishamoqdayman. Nigar. Sen kim bilan chiqisha olaysan, ha? Adam deganni qilib qo'shg'ilib bo'lmaydi. Ha, bundaq o'zaro aralashib, bodikeldi qilib, andikin bir narsa demamsa deyman. Bodikeldi qilishning qat'iy o'rni yo'q opa. O'bal bilan bir qatim ko'rishib qanday bal ekanligini bilib bo'ldim. Zo'rlamanga meni. Sen bağı Nigar. Zaten dadam ikimizni jiliqib o'ttirdiga o'xshaysa. Ajab bir xotirjam qilmading bizni. Yaxshi tutulmasan qachon kelding? Bayroq keldim. Voy, ada. Yaxshi tutulmasmi? Kela. Kela o'tir. Jazongiz yo'qmi? Chiroyingiz ta'til ketdi-ku. Bir ish bo'ldimi? Mush Nigarning ishi olmamdi. Sizning yiliq og'inang uchun yarimabdi. Shu ishmidi? Ada, o ishdan asirma, ha? Asirib ketma. Ma bizdan akimallikka, Azmatni yaratmagan bilan Azmat muamallikini yoqtirib qopti emasmi? Ha? Shundaqmi? Nima? Ha? Hoy, ishonmamsa? Men hozir Azmat o'ydi keldim buna paranglashib. Azmat cho'da. Nigarning mijozini yoqtirib qopti. Tul yog'an gaqimig'ini aka. O Ada. inson tasdiqlab berganda qachon? Mana
Mana ko'rdingizmi ada? Buni mijoz mushunaq emasmi? Odam gap qilsa ishonmagan ya. O'zingiz bir gap qiling ha. Ha, uni ustiga ada. Ha, Azmat necha kun ekan Nigarni izlab kelgan bo'ldi. Bundaq esil balla uçurmaydı jumu. Ha, shu to'g'ri. Rost shunda dedimi? Albatta. Aman endi demagan gapni dedi demda, ha? Mush gapni yangi aytqil bo'lamdi. Şu. Ha, uning ustiga ada Azmatmi o'z yaxshi bo'lsa. Shunami? Bu ikkisidan o'tirliq kichikka o'xshamas tugab ketadigan ishlar. Şu emasmi? O'qishmaslik degan bo'p turdi Nigar. O senden kechirim so'raydigan bo'pti-ku. Mushning o'zi kifoya Nigar. Ha? Shu. Bo'ldi, unda qarmoqda. Qag'ashlardi. Azmat mush Nigarni izlab kelgan chaqda o'nishlik ketadi. İzlesin jumu, izlesin. Ha? Bo'ldi, qag'ashlardi asrama, men ba. Hey. Sen Nigar bilan tek ko'rishmabsan-ku. Men sana naq mishkamni qilay deb to'g'a. Ha, degini. Bu men Nigarning mashinasini remont qildirib beray deb telefon qildim. O'zing Nigarni menga meni yoqtirib qopti dedi. Bu faqat posisi yaxshi emas. Qizg'in emas menga. Qizg'in emas. Hey, bir ayol kishi, bir er kishi qanday qizg'in bo'lsa bo'ladi, ha? Sana bo'lsa, Nigar, hech qisi yo'q Azmat. Mashinam sirilib bo'ldim. Shinekini shirilib beyaymi desa, ha? Ish qilib menga faqat yaxshi ta'sir berdi. Hey adash, qara. Sen ma ayollarni faqat tushunmaydi ekansan. Ma ayollar cho'qira, ilgirki murakkab. Uftunma, bulan tushunishga bu akishning qalisi yetmaydi. Qara. Qandaqsiga? Bular odatda qara. Ma o'z yoqtirgan odamlarga ilgirki bir qo'pollik qildi. Tushundingmi? Masalan, ma Nigar menga sen bilan telefonlashganligini dedi. Ma sen bilan telefonlashib, ma jiddilashib ketib, ma ig'ziq faqatlam gap kelmoqda. Nimaga jiddilashdik ekan? Sana yaxshi ta'sir qoldirmaydi deb bo'lmamdi. Voy şu, adamcha birisini yaxshi ko'rganda, ashtaq kekeshlab qoldi. Voy. Adamcha birisini yaxshi ko'rganda, ashtaq ko'chilishib qoladi. Dadamcha o'z vaqtida menga talab qo'yganda, asa gapini topolmay kekeshlab ketgan. Sen müço, mening oldimda kekeshlab boqmag'ili xeyli uzun yil o'tibjimi? Nimda gap qilsiz? Voy. Endi bu yosh kirganda nima yaxshi ko'rishgan o? Biz degan bog'o hozir o'riq tuqqan bo'lib qoldik. Ha? Munda da yaqinda ya qandaqli qarsam, shu hammomga o'xshash ko'ringan bekor emas ketdigida. Ay. Mushundaq kulki chaqchaqda o'lsak, nima degan yaxshi ya? Mening o mush Nigarning ichidan boshqa hech qanday g'amim yo'q. Apa, menam sizlarni faqat g'am yegizgim yo'q. Lekin ko'chaga chiqib uchirgan birisidan to'y qilolmasa, qanday qilaman endi? Azmat bog'u. To'g'ri. Voy Azmat bog'u. Apa, o balning mijozi baxalitga o bal qatib bo'lmaydi ekan. Aka, onu meni yoqtirib qolganiga men toza ishlamayapman majum. Ya bu menicho ayrim izlab bak o'zini ayblab ketdi deyman. Tas qoldi o'zini qachatlab yig'lab ketgan. Rostda. Voy. O'zini aybini bilgan bo'lsa, yaxshi bo'pti. Sana aykish olgan ekan qaradiz. Anda ayol kishilar yo'l qo'yimiz deydi. Ha, o'zingmi bilasan, men unda adovat qora emasman. Hey. Ras. Nigar sen tamoq taklif qilishmi? Nega? Seniqi yaxshi ko'rg'ay. Bo'pti, sening yuzing. Ha, bo'pti. Bir qatdan fursat bersam berib boqay. Nega pon bo'ldi? Lekin bir shartim bor. Sen cho'qim borsan.
Çatak yok. Nima gap bu? Yemek qo'yib qo'yding buni. Bırak koptu. Ne'mat. Ha. Va nima gap bo'ldi? Ha, berib bo'ldingmi? Nigarchi? Nigar? Uni ko'rganda qilmadim-ku. Hey. Nigar to'liqli men bo'ysundirman deb keldim-ku ya. Nimle ne kadar sen nim boysundur da. Vay ishdan bo'lmadi. Sen nima keldi? Ey, mana yaş. Ma yol yaman to'silib ketibdi degina. Men bir mang'amayapti. Senchi an Nigar kelgan bo'lsa, bir dikkadan kirib paranglashib choy ichishga o'tamamsan, ha? Men sana deb qo'yay. Sen bugun kammisan, Nigar asiz qolmaganda mensiz qoladi-jimi? To'la menga qamlashmoqqa chaqchiqan qilmay, men degandeklik qila, ma'qulmi? Sening yuzingda keldim men miyaga. Ey, to'xta. Men degandeklik qilsam bo'lmadim deyman. Manda chikka qilsa. Ey, to'xta. Ey, Alimka. Hozirlama? Alimka yana oldin qitimdagidek ish emas-ku. Ma'qul. Ey, Ne'mat. Idoradan telefon qilibdi. Alimkam dejurniy ekan, sal bearam bo'lib qoldi. Men hozir doktorxonaga boraman, meni olib borsang deydi. Men olib borib kelay. Sog'lig'ingni ziyoratga rahmat deb qo'ya. Men maqdimapsan. Vey! Ya manqira. Yep. Vay ishni buzdi. Vay Nigar. Vay aka. Sen tek kelmedingmi? Mana men yo'l ketib, yaman to'sib ketdi qara. Men faqat oldin mang'il bo'lmayotdi. Hey, men azmat kelsiz-ku qara. Dikkadan choy ichib paranglashqash turinglar, saqami? Ma'qulmi? Ha, ma'qul. Nati? Ha, supa qahvaxonasi? Ma'qul. Men ichga kirib saqlab turay. Ma'qul aka. Tezroq bo'g'in-a.